Diqqat! Ta'ziya! O'zbekistonda bugun tongda taniqli inson o'z joniga qasd qildi. Oila a'zolariga hamdardlik bildirib qolamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Toshkentda favqulodda vazifalar boshqarmasi inspektori o'z joniga qasd qilgani aytilmoqda. 25 yoshli leytenant arqon bilan o'zini bo'yin sohasidan osilgan holda topilgan. Bosh prokuraturaning bergan ma'lumotiga ko'ra, hodisa 21 dekabr kuni soat 15:00 larda Bo'stonliq tumani G'azalkent mahalla fuqarolar yig'ini Sebzor ko'chasida dala hovlida sodir bo'lgan. 2025-yil 25 noyabr kunidan navbatdagi xizmat ta'tilida bo'lgan Toshkent shahar Uchtepa tumani favqulodda vazifalar boshqarmasi profilaktika inspektori katta leytenant 21 yoshli ismi qisqartirilgan XB dala hovlida arqon bilan o'zini bo'yin sohasidan osilgan holda topilgani aytilmoqda. Marhumning o'lim sabablarini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Hozirda holat yuzasidan Chirchiq harbiy prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda, deyiladi xabarda.